Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi yangiliklarimizdә Sankt-Peterburg shahrida 7 noyabrdan boshlab migrantlarga taksida ishlash taqiqlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu vaqtincha bo'lishi mumkin, agar davlat tomonidan buni yana uzaytirishmasa. Ko'rib turgan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozircha mana shunday qoidalar ishga tushirilgan. Taqiqlar Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armeniyaga tegishli emas. Buning sababini taksida xavfsizlik va sifatni ko'tarish deb ko'rsatishgan. Do'stlar, ko'rib turayotganingizdek, Sankt-Peterburg shahrida 7-noyabrdan barchaga SMS kelgan, to'shqi patent bilan ishlaydigan aka-uka birodar migrantlarimizga ishlash zarfiyat deb kelgan. Hozir shuni tekshirish uchun podдержкаga telefon qilamiz. Qani nima deydi? Да, здравствуйте, Никита, очень приятно. То, что 7 ноября в городе Санкт-Петербурге водителям, те, кто работает с патентом, хотят ограничить доступ. Насчет этого, что можете сказать? Да, именно с патентом в Санкт-Петербурге нельзя будет работать 7 ноября. Это уже точная информация, да? Да, все верно. 7 ноября уже у кого есть патент, они не смогут, да, выйти на линию и получать заказы. Да. Все, спасибо большое, всего доброго. Да, всего доброго, до свидания. Do'stlar, ko'rdingizda, shunaqa informatsiya berdi. Endi 7-noyabr kelsa, shunga qarab ish ko'ramiz. Rizqolloqdan bir eshik yo'qilsa, ikkinchi eshik ochiladi. Assalomu alaykum. bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va shunda siz kerakli va yangi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz.